Bu gazni ko'rdingiz mana balandligini. Gaz hozir ancha muncha joyda muammo bo'layotgan joyda mana gazni qarang. Buni hozir shuni qo'yib qo'yamiz. Bitga. Bu degani isitish tizimidan sizda uyingizda bu yashayotgan xonadoningizda umuman muammo bo'lmaydi degani. Manzilimiz Farg'ona shaharda, Eko shaharda oxirida, kottejlarda ikkita oilaga moslangan xonadonga kelganmiz. Siz bilan bitta video obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana asosiy eshikdan kirdik, uzun pirxoshkasi, koridoridan xonama-xonaga o'tiladi. Endi kirishimizga o'ng qo'lda mana bitta mehmonxona. Aboylarni yopishtirilgan, shunday kelasiz, uy tayyor, yashashga tayyor holatda. Bunisida yana bitta xonasi, bunisi detskiy o'rnida foydalanishyapti, bu ham bitta xona. Endi keldik mana koridor bo'ylab kelishimizga bunisi sanuzel. Sanuzellar ham kafillarda yopishtirilgan, toza pokiza holatda turibdi mana. Kladovka o'rnida foydalanishyapti. Bu yerda ham bitta detskiy o'rnida detskiy qo'ysangiz bo'ladi. Bunisini qiz bolalar xonasi qilsangiz, narigisini o'g'il bolalar xonasi qilsangiz, shunda ikkita xona, ikkita bolalarga ikkita xona bo'ladi. Endi mana koridor bo'ylab kelganimizda to'g'rida mana oshxona. Bu uyda eng zo'r tomoni ikkita oilaga mo'ljallangan ekan. Bu mana qismida ota-onangiz yashasa, narigi hozirgi ko'rsatadigan joyimiz o'zingiz yashasangiz bo'ladi. Mana gazni qarang yonib turishini. Gaz bor, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Mana endi bitta zal. Bu yerda ham bitta xona hisobida aboylarni yopishtirilgan, hamma sharoitlarga ega. Hovli qismisi plastik romlarda yopishtirilgan. Mana bu yerda asosiy darvoza. Asosiy darvozadan kirishimiz, bu yerda bitta mashinaga bemalol joy bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shaharda, Eko shaharda, kottejda 2 sotikli xonadonimiz, jami xonalarimiz 6 ta xonasi bor. Mana bu yerda kotelnisi o'zini. Gazlarni ko'rdingiz, tupli pollar bor, issiq suvlarda shunday issiq suvdan keladi. Bu tomonida mana endi o'zingiz yashaysiz. Nari oldi tomonida ota-onangiz yashasa, bu yerda mana o'zingiz yashagani konditsionerlar mana qo'yib qo'yilgan. Shuni kirishimizga bu yerda bitta sanuzeli ro'parasida, bunisida bitta mehmonxona qilib olsangiz, narigisi yonida o'zini spalnisi bilan birga. Spalnisi ham mana remontlari zo'r holatda turibdi. Aboylarni yopishtirishgan, mana remont hidi hali ketmagan, yangi remontdan chiqqan xonadon. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shaharda, Eko shaharda, kottejda, gaz, suv, svetlarni ko'rdingiz, muammosi yo'q joyda, Wi-Fi'largacha o'rnatib qo'yildi. Xo'p, shuni kelib sizni yashashingizga tayyor holatda. Jihozlari, mebel texnikalari kelishilgan holatda bo'ladi. 80% qoladi deyilyapti. Ozginasini o'zimizga yoqqanini olib ketamiz deyapti. Xo'p, narxini 63.900 ga qo'yildi. Bitta kelib ko'ring. Yana sizga yoqadigan joy bo'lsa, narxini yana arzon qilib tushib beradigan joy bor.